Odamlar meni hukm qilishadi. Bilaman. Qo'shnilarim orqamdan pichirlashadi. Qarindoshlarim esa yuz o'girgan. Ular meni yosh yigitning boshini aylantirgan jodugar deyishadi. Yoki nafsiga qul bo'lgan beva deb atashadi. Lekin ular yarim tunda 5 ta qizimni bag'rimga bosib, sovuq yostiqqa bosh qo'yganimda, suyak-suyagimdan o'tib ketadigan o'sha azobli sovuqni his qilishganmi? Ular bilishmaydi. Ayol kishi uchun sen keraksan, sen go'zalsan degan so'z ba'zan bir burda nondan ham zarurroq bo'lishini bilishmaydi. Bugun men sizga o'sha tun haqida balki gunohdir, balki taqdirdir o'sha Pepsi ta'mi keladigan achchiq va shirin xatoyim haqida aytib beraman. Quloq soling. Bu mening haqiqatim. Erim o'lganida men 29 yoshda edim. Tasavvur qilinga 5 ta qizaloq. Eng kattasi 10 yoshda, eng kichigi hali emizikli. Kamas shunchaki erimni emas, mening ayolligimni, mening kelajagimni ham bosib ketgandek edi. Bir yil roppa-rosa bir yil men faqat ona va ota bo'lib yashadim. Salonim mening jang maydonim edi. Ertalabdan kechgacha birovlarning husnini to'g'irlardim. O'zimchi. O'zim ko'zguga qarashga qo'rqardim. 30 yoshdaman. Tanam hali kuchga to'la, qonim qaynoq. Lekin jamiyat menga endi sen faqat qizlaring uchun yashaysan, senga erkak zoti harom degan tamg'ani bosib qo'ygandek edi. Kechalari qizlarimni uxlatib, joyimga yotganimda tanam o'zimga bo'ysunmasdi. Qandaydir iliqlikni, kuchli erkak qo'llarini sog'inardim. Bu shunchaki shahvat emasdi, tushuning. Bu himoya istagi edi. Kimdir meni qizaloq deb erkalashini istardim. Yolg'izlik yomon maslahatchi. O'sha tunda telefonim chiyilladi. Noma'lum raqam. Salom, yaxshi qiz. Ko'zlaringiz bunchalar ma'yus, oddiy esmas. Balki yuzlab ayollarga yuborilgandir. Lekin o'sha paytda bu SMS xuddi cho'kayotgan odamga tashlangan qutqaruv halqasidek tuyuldi. Javob yozdim. Uning ismi Bekzod edi. Mendan 6 yosh kichik. 24 yosh. Qonqoni o'ynab turgan chiroqchining yigiti. Biz gaplashdik. 1 soat 2 soat tonggacha. Uning ovozi. Oh, o'sha ovoz. Yosh, dadil va biroz qo'polroq haqiqiy erkakcha ovoz. U menga erim aytmagan so'zlarni aytardi. Sizni ko'rmasam ham his qilyapman, derdi. Men nishonda, u chiroqchida. Orada masofa bor, lekin bizning ruhimiz allaqachon bir to'shakda yotgandek yaqin edi. 1 oy o'tib uchrashdik. Men qo'rqardim. 30 yoshli 5 bolali ayol 24 yoshli yigitga nima bera oladi? Lekin u keldi. Ko'zlarimga tikilib, rasmdagidan ham go'zal ekansiz, opacha emas, qizchasiz-ku, dedi kulib. Oshxonada o'tirdik. U menga ovqat olib berdi, choy quydi. Bilasizmi, 1 yil davomida hamma mas'uliyatni o'z bo'ynimda ko'tarib yurib, kimdir menga g'amxo'rlik qilishi bu meni tamom qildi. U menga Pepsi quyib berdi. Hozir o'ylasam o'sha ichimlikda nimadir bormidi? Yoki mening chanqog'im shu qadar kuchli edimiki, oddiy suv ham menga sharobdek ta'sir qilarmidi? Ichganimdan keyin dunyo aylanib ketdi. Boshimda tuman, vujudimda esa olov paydo bo'ldi. Qo'l-oyoqlarim bo'shashib, faqat uning nigohiga intiladigan bo'lib qoldim. Yuring, biroz dam olamiz, dedi u qo'limdan tutib. Men yo'q deya olmadim. Men ketishni istamasdim. Men faqat uning yonida, uning haroratida erishni istardim. Mehmonxona xonasi begona hidli edi, lekin Bekzodning hidi hammasini yopib ketdi.
Eshik yopilishi bilan u meni devorga qisdi. Uning yoshligi, uning kuch-g'ayrati meni to'lqindek urdi. Erim, rahmatli erim bilan yashagan yillarimda bunaqa ehtirosni his qilmagandim. Bekzod och edi. U meni shunday o'pardiki, go'yo men uning hayotidagi so'nggi nafas edim. U mening beva ekanimni, 5 qizning onasi ekanimni unuttirdi. O'sha 3-4 soat ichida men dunyodagi eng orzu qilingan ayolga aylandim. Dori ta'sirimidir yoki ehtiros, men uyalishni unutdim. Tanamning har bir hujayrasi yana deb faryod urardi. U mening sochlarimni silardi, jonim, o'zimni derdi. Men gunoh qilyapmanmi? Ha, bilardim. Lekin o'sha daqiqada jannat ham, do'zax ham mana shu xonada, mana shu yigitning quchog'ida edi. Biz xonadan chiqqanimizda men endi avvalgi Kamola emasdim. Men unga bog'lanib bo'lgandim. Bu shunchaki sevgi emas, bu giyohvandlik edi. Uni uyimga olib keldim. Yolg'iz yashashdan qo'rqaman deb o'zimni aldab. Avvaliga hammasi ertakdek edi. U qizlarimga qarashardi, kechalari meni baxtga cho'mdirardi. Lekin ertakning oxiri tez keldi. Bekzod ishlamasdi. Kun bo'yi uyda yotar, telefon o'ynar, men esa ertalabdan kechgacha salonda ter to'kardim. Topganimni unga sarflardim. Kiyim-kechak, yaxshi ovqat, sigaret. Ba'zan o'zimga savol berardim, men sotib oldimmi? Lekin kechasi u meni bag'riga bosganda, seni yaxshi ko'raman, xotinjon deganda hamma charchoqlarim chiqib ketardi. Men uning tekinxo'rligiga ko'z yumdim. Chunki yolg'izlikdan ko'ra tekinxo'r erning borligi afzaldek tuyulardi menga. Ota-onasi keldi. Qiyomat bo'ldi. O'g'limizni yo'ldan urding. Senday buzuq ayolga o'g'il o'stirmaganmiz. O'g'lim tengingni top deb qarg'ashdi. Men indamadim. Men nima deya olardim? O'g'lingizni men majburlamadim, o'zi menga yopishdi deya olmasdim. Hamma aybni bo'ynimga oldim. Lekin Bekzod u ketmadi. Ota-onasidan kechdi, lekin mendan, aniqrog'i, mening yaratib bergan qulay hayotimdan kechmadi. Ota-onasi uni oq qildi. Men tug'dim. Nikohsiz. 6-farzandimni. Alloh gunohlarimni kechirsin. Hozir Bekzod hali ham men bilan. U ishlagani yo'q. U hali ham o'sha yosh, g'amsiz. Ba'zan unga qarab o'ylayman, u katta bo'lmagan bola. Men unga ham xotin, ham ona, ham bankirman. Dugonalarim aytadi, tentaksan, uni hayda. Qoningda ichyapti-ku, lekin men ularga kulib qo'yaman. Ular tushunmaydi. Men uni haydasam, uyimdan erkak hidi ketadi. Men uni haydasam, tunda yana o'sha sovuq ko'rpa bilan yolg'iz qolaman. Mayli u ishlamasin. Mayli meni pulimga yashasin. Lekin kechqurun ishdan kelganimda eshikni ochib, "Keldingmi?" deydigan odamim bor. Bu mening tanlovim. Bu mening sotib olgan baxtim. Yoshi o'tib, aqli kirib qolar. Kirmasa ham mayli. Muhimi, men endi yolg'iz emasman. Menga yaxshi qiz deb yozgan o'sha SMS hayotimni ostin-ustun qilib yuborgan bo'lsa ham, men o'sha tun uchun, o'sha mehmonxonadagi ehtiros uchun hamma narsaga roziman. Sizchi? Siz meni ayblaysizmi? Yoki tushunasizmi?